Hammaga Amerikadan salom do'stlar. Endi ekranga yaqinroq o'tirib olaylik. Iloji bo'lsa qo'lingizga bitta suvmi, kofemi olib o'tirib olaylik. Sababi hozir yana shu mavzu, yana spektaklni hozir fosh qilamiz. Endi mana bu yozuvni eslasanglar kerak. Ya'ni go'yoki Nozma ushbu o'limidan oldin ushbu yozuvni yozib ketgan. Mana o'limimga Sherzod sababchi deb yozib ketgan ekan. Mana bu yozuv o'zingizlar ko'ringlar. Endi hozir shu narsani spektaklligini, shaxsan bularni o'ziga yozganligini isbotlay beramiz. Xo'p, biz nima qildik? Buning uchun, buni isbotlash uchun qani dalil deydigan bo'lsanglar, dalil o'zi o'tiribdi oldingizda. Xo'p, Nozimani arxivini ko'tardik. Ya'ni bolaligidan, maktabidan yozib kelgan kundalik daftarlardan tortib, eng oxirgi yozgan yozishmalarigacha yozma. Buni ko'tardik. Endi u bilan buni solishtirib ko'ramiz sizlar bilan. Endi e'tiboringlarni birinchi Nozimani o'limidan oldingi yozilgan xatni bitta e'tiboringlarga qaratamiz. Ko'rib olinglar. Endi mana bunisi Nozimani haqiqiy o'zini yozig'i bo'ladi. Ko'ringlar. Bu yoqda Nozima juda ham chiroyli yozgan. Bu yoqda esa juda ham xunuk yozilgan. Endi Nozima yozilayotganda uzmasdan yozarkan. Yaxshilab e'tibor beringlar. Bu yerda umuman uzilishli yo'q. Mana bunisida spektaklda bunda har bitta harflarning orasida farq bor. Yana bitta narsaga endi e'tibor beringlar. Nozimani o'zini yozgan yozig'ida yozma shaklda yozgan. Bu yerda esa bosma harflar. Bu yerda yozma harf, bu yerda bosma. Farqlarni ko'ryapsizlar, o'zingizlar sezyapsizlar. Endi yana bitta narsaga e'tibor beringlar. Bu odam savodsiz odam yozgan buni. Nimaga bunaqa deyapman? Yaxshilab e'tibor berayotgan bo'lsanglar, boshida Nozima deb yozmoqchi bo'lgan N harfini hattoki noto'g'ri boshlab qo'ygan. Bosma harfni boshlayapti, noto'g'ri ikkilanib qolgan, shoshgan. Keyin oxirida Nozina deb yozib qo'ygan. Endi o'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Hech bir inson o'zini ismini ham noto'g'ri yozish mumkinmi? Mumkin emas. Endi mana bu joyga e'tibor beringlar-da. Endi hozir ekspertiza ishlaydigan ekspertlar yaqinroq o'tirsin, ona tili adabiyoti yaxshiroq tushunadiganlar ekranga yana ham yaqinroq o'tiringlar. Chunki sizlar bu narsani juda ham yaxshi tushunasizlar. Yozuvni yaxshilab o'qinglar. O'zimni o'ldirishga Sherzod majbur qildi. Yaxshilab o'ylaymiz. O'zimni o'ldirishga Sherzod majbur qildi. Ya'ni bu o'tgan zamon. Tushunasizlar? O'tgan zamon. Shunda o'lgan odam yozyaptimi buni? O'zimni o'ldirishga majbur. O'zimni o'ldirishga Sherzod majbur qildi. O'lgan odam yozyapti, chunki bu o'tgan zamonda yozilgan. Agarda o'lishidan oldin yozadigan odam bo'lsa, o'zimni o'ldirsam Sherzod aybdor bo'ladi degan narsa bo'lishi kerak. Yo'kida agar o'zimni o'ldirsam degan narsa bo'lishi kerak. Bu yoqda o'zimni o'ldirishga Sherzod majbur qildi. Shunda hozir o'lib bo'lgan odam yozyapti, chunki bu o'tgan zamon. Yaxshilab shu narsaga e'tibor beringlar. Bundan ko'rinib turibdiki, bu yozuvlarni o'zlikcha spektakl qilishgan. Lekin endi bizda shu uyg'onyapti. Nimaga endi Sherzodga urg'u berishdi? Demak, biz bundan tushunishimiz mumkinki, bizda yana hozir savol tug'ilyapti. Nimagadir fokusni Sherzodga qaratib qo'yishyapti. Demak, bu yerda boshqa odam o'ldirgan bo'lishi ham mumkin degan shubhaga kelyapmiz. Nima uchun bu narsani qo'yishgan? Chalg'itish uchun. Go'yoki kelgan odam politsiya keladimi, boshqasi keladimi? Ha, mana mabodo Sherzod surishtirib ko'rishadi, u yertaga o'ldirgan bo'lib chiqmaydi. Xullas, variantlar ko'p. Bu videoda biz sizlarga dalillar bilan isbotlab berdik. Bu yozuv Nozimaniki emas. Bizdan uzoqlashmaylik, bizani kuzatishda davom etinglar. Bundan zo'r faktlarni sizlarga e'tiboringizga havola qilamiz. Lekin bitta narsa meni juda ham o'ylantiryapti. Men erkak kishi bo'lib turib, men ayol kishini himoya qilishga harakat qilyapman. Erkak kishi bo'lib turib. Lekin Koreyadagi ayrim o'sha 5 guruhlarning ichidagi ayollar o'zini oqlash bilan ovora. Agarda ular ham ayol taraf ozgina ayollik hissi bo'lganda, unda o'ylab ko'radi. Ey bolalar, mana bu joyda noto'g'ri qo'yamiz, to'xtanglar. Bu yerda nima qilamiz yashirib degan bo'lishardi. Mana shu narsa savol meni miyamda aylanyapti. Nimaga erkak kishi bo'lib turib, men ayol kishini himoya qilyapman, lekin ular ayol bo'lib turib, ayolni himoya qilishmayapti. Mana bu mavzuga keyin hali yana to'xtalib o'tamiz, chunki bu yerda juda ham ko'p gaplar bor. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Endi lekin men aynan bitta odam mana Roza deb aytganmi, o'sha odamni o'zi deb ketdi. Eshitamansiz? Aka bo'ldi endi. Savol berish. Hiç donmang. Ben eshitaman sizning javoblaringizni. Men siz shularning uchun menda
asosiy dalillar borligi uchun indamay turibman. Hali siz menga savol berasiz, javob beraman. Jam. Xullas, Daliluz aka, ismingiz nima edi? Ketdi gap. Ismim Javohir. Javohir, meniki Avazbek. Uzr alaykum. Shamollab qol. Chiqsa yo'q, bemalol. Shamolni yaxshi bo'lib ketadi. Siz yon atrofingizda insonlarni tozalang, siz yaxshi insonsiz, zo'r bo'lib ketadi. Yo, aka qarang. Advokat degan odamlar ham savol berasan. aka, bitta narsada, mana endi men jurnalist emasman-da, bo'ldi. Men o'zimni o'sha oddiy inson sifatida gaplashaman, okey. Bitta mana bunaqa narsa bo'lyapti. Mana men endi ofitsialni gaplashmayman, o'zimni konkret inson bo'lib gaplashyapman. Gapiring. Okey, bitta narsada, biratan qarang. Bitta onaga telefon qilyapti-da, короче, aytilyapti. Mana bunaqa narsa, biz advokatimiz deyapti, ona bechara. O'zingiz o'ylang, onani o'rniga qo'yib ko'ring, bechara hali ko'rmagan tan jarohatlarini ham. Men bittasi men advokatman desa, ona ishonadi-da, internet tushunmaydigan odam ekan-ku. Boryapti-da, ko'ryapti, haligi bo'ldi-da, bechara davenis qilib beryapti. Aka, siz savolga javob beryapsiz. Ishonchnomaku. Hozir gapni tugatib, savol beringiz, men javob bera olay, iltimos. Yo'q, ishonchnomani ko'rsatsa Hozir bo'lardi-ku. ya'ni tan jarohatlarini ko'rsatsa bo'lardi-ku, menga davenis qilib berdingiz-da. Tushunasizmi? Aka, bitta savolga javob berganingizdan keyin odamlar sizni ham mashinga shiriydi bilyapti. Mana nima uchun? Xo'p, o'sha savolingizga javob. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Men savolingizni tushundim. Eshiting, nechinchi yilsiz aka? Mendan kattamisiz? Siz bilan barabarman, 92 ekansiz. Ha, men ham 92 man. Javohir, eshiting. Sizga masalan, bu ayolni nima uchun oldingizda olib yuribsiz? Sizga to'g'ri kelmayapti degandek savol berdingiz, to'g'rimi? Deymas, aniq. Aniq de. 100%. Mana aytayapti-kanmi? To'xtab turing. Aytayapti. Mamarozani aytmoqman. Yo'q, o'ziga tegib ketdi deb aytayapti. Mana aytyapsizmi? Mana aytyapsiz. Mamarozani aytmoqman. Ha, o'sha Mamarozamisiz? Mamarozamisiz? O'sha og'zingizga kelgan gapni. Men Mamarozaga aytdim. Oldingizdagi deyapsiz. Oldidagi men. Siz mana aytyapsiz. Mana aytyapsiz. Mana ayolda aytdingiz? Siz mana aytyapsiz. Qaysi internetda chiqib, qizdan ishlatgansizmisiz? Manda qo'shiq aytadigan o'zbeklar ham kelib, koreyslar ham kelib, ertaga sizni men bitta gap, men yengil tabiatli ayollar bilan gaplashmayman birinchidan. Hurmat bilan gaplashinglar. Hurmat bilan gaplashing. Gapiring, siz jim turing. Gapiring siz. O'sha joyda, kafe. Men bu odam bilan gaplashmayman. Men o'yinimga to'g'ri Bo'lmasa jim turing, opa. Bo'ldi, o'tirib turing. Bo'ldi. Bu ayol kishi bilan Chalalaring boshqa prямой efir qilasizlar. Davay, jim. Men bilan gaplasha olmayman. Ayol kishilar emas, men bunaqa yengil tabiatli ayollar bilan gaplashmayman. Davay, eshiting aka. Siz bilan gaplashaman. Konkret savol. deb aytdimi? Hop, inson yozasimi, chizasimi o'z bilasiz tashqarida qilasiz, opa. Men gapiryapman. Xo'p, bu akani savoli bunaqa bo'ldiki, mana bizni 40 mingtadan oshiq odam kuzatyapti. Men aytdim, normalniy odam kuzatyapti, to'g'rimi? Biz hozir chiroyli gaplar, batta hamma musulmon-da. O Daliluz ham musulmon, biz ham musulmon, to'g'rimi? 40 mingta odam bekor vaqt o'tmasin-da. Hammani maqsadi Nozimani o'sha qotil bo'lsa, qotilni topish, agar o'zini o'ldirgan bo'lsa, o'zini o'ldirganligini isbotlash. Lekin qanaqa bo'lgan taqdirda ham Sherzodda aybi bor. Nozimani Sherzodni olib keling, bir orqangizda tursin shu bola, alimdan ko'ra Sherzod tursin. Men bilan gaplashing. Siz men bilan gaplashamiz, tursin. Qanaqa bo'lgan taqdirda ham Sherzod uni bo'g'ib turib, o'ldirib turib, osib qo'ymagan taqdirda ham Koreya qonunlari bo'yicha haligi daftar bor-ku, o'sha daftar bilan Sherzodga hech qanaqa bir jazo yo'q ekanmish. Politsiya aytishi bo'yicha. Ha, politsiya aytayapti. Politsiyani gapi bu. Gapsizmi? Politsiyani gapi. Endi O'zbekistonda bunga jazo bo'lishi mumkin ekan. Bu ham Koreyaning politsiyasining gapi. Buni biz sizlarga beryapmiz, O'zbekistondagi onasiga olib borib topshiringlar dedi. Biz olib borib topshirdik, to'g'ri? O'sha videoda tobutni ichiga solib qo'ydim men o'z qo'lim bilan. Endi bu yerda janjallashmaylik. Aka, kim Mamarozami, Oppog'oymi, o'zi hamma o'ziga o'zi javob beraveradi. Endi men aytmoqchi bo'lganim, men bunaqa odam bilan gaplashmayman demoqchiman. Siz savolingizga kelsak, aka, Javohir aka, sizni savolingizga kelsak, aka, siz oldingizda olib yuribsiz, deyapsiz, to'g'rimi? Nima uchun bu ayol aynan mana shu Nozima temasida oldimda yuribdi? Chunki, mana savolingizga javob beryapman. Chunki, endi bu ayol men bilan yurmaydi. Bu ayol oldin ham men bilan yurmagan. Undan keyin ham yurmaydi. Nimaga? Aynan shu temaga aloqasi bor. Nima?